Kanadaga o'qishga kelish uchun qancha mablag' ketadi va sarflangan summalarni qancha vaqtda chiqarib olsa bo'ladi? Keling shu haqida gaplashamiz. Har bir inson holati har xil. Videoda o'rtacha xarajatlar nazarda tutilgan. Barchaga Kanadadan salom. Ismim Alimardon va hozirgi kunda bu davlatda oilam bilan birga yashab kelmoqdaman va litsenziyaga ega immigratsiya advokatga assistent bo'lib ishlayman. Summalarni AQSh dollarida tushuntiraman. Vizaga topshirguncha xarajatlar. O'qishga ariza berish summasi 100-150 AQSh dollari atrofida. Ba'zi o'qishlar ariza uchun pul olmaydi. O'qish kontrakt summasi, ya'ni depozit to'lovi. Eng kamida 3000, o'rtacha 6000 atrofida o'qish reytingi va tanlangan yo'nalishga qarab albatta. Vizaga berilgan arizani ko'rib chiqish va biometrika uchun davlat boji 175 AQSh dollari atrofida. Hujjatlarni tarjima qildirish va yig'ish uchun o'rtacha 100 dollar atrofida. Vizaga topshirishda amaliy yordam beruvchi konsalting firmalar to'lovi ish sifati va natijasiga qarab hammada har xil. Viza chiqishi aniq bo'lishi arafasidagi xarajatlar. Tibbiy ko'rikdan o'tish narxi voyaga yetgan har bir inson uchun 230 dollar atrofida. Farzandlar uchun yoshiga qarab 100-150 AQSh dollari atrofida. Viza chiqqandan keyin ketadigan xarajatlar qaysilar? Pasportni viza urib berishlari uchun elchixonaga pochta orqali yuborish va olib keltirish xarajatlari, Kanadagacha yetib olish uchun aviachipta olish, bir oylik yashash va uy-joy ijara haqini oldindan o'z bilan tayyorlab kelish tavsiya etiladi. Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? Agarda sarflangan bu summalar kelajakda Kanada pasportigacha yetib olish imkonini bersa, shunga arziydimi yoki yo'qmi? Fikrlaringizni kommentariyada qoldiring.